Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 12 sentabr kuni Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti Xitoyning davlat alqon bostirish haqida isbot anglash yig'ini o'tkazdi. Yig'inning bosh temasi Xitoyning davlat alqon tahdidiga qarshi safarbarlik kelish, Xitoyni cheklaydigan qonun tuzib ma'qullash va Amerikaning ittifoqdoshlarini bu safga qatlashga chaqirishdan iborat bo'ldi. Yig'inda Kanada parlament a'zosi Michael Chong, Uyg'ur harakati tashkiloti raisi Roshan Abbos xonim qatorliqlar Xitoyning davlat alqon qarqoli, jumladan Xitoyning muhojiratga Uyg'ur va boshqa millatlarni qo'rqitishi, tehdit silishi, qasdlashi, boshqa davlatlarning qo'li bilan tutib jazolashi haqida guvohlik berdi. Yig'inda oldi bilan Amerika Davlat Majlisi a'zosi Xitoy ishlari ijroiya komiteti raisi Chris Simmons so'z qilib, kommunist Xitoyning yuksalishi bilan tang dunyoni o'z jangiga elish g'arzining texim kuchayganligini, davlat xalqon bostirish harakatini qanot yaydirib, g'arb davlatlarining demokratiya, kishilik huquq o'lchimini rad qilib, mustabidlik va zo'migarlikni bozorga solganligini ta'kidlab o'tdi. Amerika Davlat Majlisi a'zosi Jim McGovern Kishilik huquq tashkiloti Erkinlik sarayining davlat xalqon bostirishga doir sonliq ma'lumotlarni tilga olib, 2014-yildan buyon dunyo bo'yicha 38 hukumat va 91 davlatning 864 qatim shaxslarga hujum qilish voqeasi sodir qilganligini, buning ichida Xitoyning 253 voqea sodir qilganligini, umum nisbatning 30% ni egallaganligini, bu nisbatning kishini chuchitadiganligini aytdi. Kanada parlament a'zosi Michael Chong Xitoyning davlat xalqon tahdidi haqida guvohlik berib, mundaq dedi: "Men Kanada parlamenti avam palatasiga Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish to'g'riliq taklif sundim. Bu yil 5-oyda men Xitoyning Toronto konsulxonasida ishlaydigan bir diplomatning 2020-yildan buyon men va Hong Kongdagi oilam haqida uchur to'plab yurganligini bildim. Oldin qayda bildimki, bu yil 5-oyda men Xitoyning WeChat ijtimoiy aloqa supsida bir maydon saxt uchur tarqitish nishoniga ilinibdiman. Men hozir Hong Kongdagi oilam bu yerdagi xizmatining ta'siri uchurumsin deb ular bilan aloqamni uzdim. Kanada va Amerikadagi muhojirlar bilan paranglashib shuni bildimki, ular mo oilasidagilar bilan men o'xshash aloqa qilmaydi ekan. Mana bu kommunist Xitoyning davlat xalqon bostirishining natijasi." Michael Chong yana davlat majlisi a'zolarining savollariga javob berganda, Xitoyning xalqaro soqchi tashkilotining qanday foydalanganligi haqida to'xtalib mundaq dedi: "Biz xalqaro soqchi tashkilotining Xitoyning odam tutish vositasiga aylanib qolmasligiga kafolat qilishimiz kerak." Kanadalik Hussein Jalal Xitoyning chegarasi sirtida qonunsiz tutilib, Xitoyga o'tkazib berilgan edi. Hozirgacha uning izderiki yo'q. Xitoy hukumatı uning qaysi turmada ekanligi, hatto o'lik yoki tirik ekanligini Kanada hukumatiga ma'lum qilmadi. Xitoyning bu taktikasi nihoyat qabih. Xitoy mush orqali kanadaliklarga kimki Xitoy qarshi so'zlasa yoki harakat qilsa, chegara sirtida bo'lsa-mu Xitoy qaytarildi degan uchurni bermoqchi. Uyg'ur harakati tashkiloti raisi Roshan Abbos xonim Xitoyning davlat xalqon tahdidi, Uyg'ur va boshqa millatlarni tutqun qilish haqida guvohlik berdi. U yo'ldoshi Abdukim Idris oilasi kollektiv tutqun qilinganda Xitoyning minglagan, millionlagan Uyg'urni jazo lageriga solayotganligi haqida Hudson institutida so'z qilgandan keyin hadisi Gulshan Abbosning tutqun qilinib 5 yildan beri cheklimga uchirganligini bayon qildi. Muhojiratdagi Uyg'urlarning Xitoyning davlat xalqon besmi va ziyonkashligiga eng ko'p uchirganligini ta'kidlab mundaq dedi: "Amerikada nurg'un Uyg'urlarning hayoti krizisga duch keldi. Mening hadam bilan qaynota va qaynonamlar shularning ichidagi birisi. Halbuki bizga ko'p insonlar o'tirg'i chiqib so'zlashdan qo'rqadi. Chunki vatankilarning turmushi ta'sirga uchraydi" deydi. Oxirida Roshan Abbos xonim Amerika Davlat Majlisidagilarga xitob qilib mundaq dedi: "Bugun men sizlarni barliq Amerikalik Uyg'urlarni qo'g'dashga chaqiraman. Bu chaqiriq yozmacha va eg'izcha bergan isbotlarim, siyosiy takliflarim orqali kuchga ega bo'lsa deyman. Dunyodagi barliq Uyg'urlar hozir irqiy qirg'inchilikning bevosita qurbonlari. Hadamni, qarindoshlarimni va millionlagan Uyg'urlarni qo'g'dashla emas, butun dunyoni qo'g'dash uchun jiddiy harakatlanish lozim. Agar biz bugun kommunist Xitoydan hisob olmasak, ati bu imkoniyatdan quruq qolamiz." Xitoy hukumatı yillardan buyon inkor qilib kelgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida yaqindan buyon yangi tashviqotlarni boshlagan bo'lib, bularning eng tipik bir turi Sharq Turkistonning qandaqdir inoqlik va baxtiyor hayotga to'lgan bir makon ekanligi haqidagi faoliyatlar bo'lmoqda. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining oliy tadqiqotchisi Maya Wang imzosida 12 sentabr kuni e'lon qilingan bu vaqtdagi obzorda buning aldamchilik xarakteri yana bir qatim keskin qamchilandi. Avtorning fikricha, Xitoy raisi Xi Jinping 26 avgustda Urumchi shahrida 3.4 paydo bo'lganda,
maxsus söz qilib, Sharq Turkistondagi zo'r mushaqqatlar badaliga qo'lga kelgan ijtimoiy muqimlikni alayda ta'riflagan. Shuningdek, navbatdagi go'zal Shinjong manzarasini texim yuksak ballaga elib chiqish haqida yo'l yo'riq bergan. Halbuki, Xi Jinping zo'qlanib tasvirlagan mazkur go'zal Shinjong manzarasi 2022 yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'lon qilgan Sharq Turkiston haqidagi doklad bilan butunlay qarama-qarshi tus hosil qilgan. Chunki bir yil avvalgi bu dokladda Xitoyning Sharq Turkiston siyosatlarining insoniyat qarshini shakllantirish mumkinligi olg'a surilgan edi. Obzorda mush ahvollarni eslab o'tish bilan birga BDTning Uyg'urlar haqidagi doklad e'lon qilinig'ili bir yildan oshgan bo'lsa-mu, ammo texicha zo'r ko'lamli tutqunda lagerlarga qamalganlarning zo'r ko'lamda qo'yib berilganligiga doir hech qanday ma'lumotning yo'qligini, chet ellardagi sonsizlagan Uyg'urlarning hozirmi vatanlik urug'-tuqqanlar bilan aloqa qilish yoki ularning qayerda ekanligini bilish imkoniga ega emasligi eskartilgan. Dokladda Sharq Turkistonga qattiq nazorat va tekshirishning helam davom qilayotganligi, 3L, ya'ni el rayini sinash, elga naf yetkazish, elni mayil qilish xizmatining hozirmi bir xilda davomlashayotganligi bayon qilingan. Shundaqla Uyg'urlarning xushal-xo'ramlik ichida usul o'ynab naqsha etish haqidagi tashviqotlar o'tirg'i chiqayotgan bo'lsa-mu, ammo Chimchangoning o'rniga kelgan Mashunrining ilgirki assimilyatsiya va yo'qotish siyosatini bir qo'lliq ijro qilayotganligini, texmi muhimi navbatdagi Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirish qurilishida Xitoy madaniyati va Xitoy kimligining Uyg'urlarga majburiy yo'sinda tinglayotganligi bayon qilingan. Abdur mush ahvollarni umumlashtirib, Xitoy hukumatı hozir dunyoning ko'zini bo'yab Shinjongda bir go'zal jamiyatning qurilganligini ta'kidlayotdi. Ba'zilar buningga ishonyotdi hamda bu joydagi jinoyatlarni unutib qelyotdi. Amaliyotda bo'lsa, bu joydagi zulm egalari qandoq bo'lgan bo'lsa, hozirmi shundoq bo'lyotdi deb xulosa chiqargan. Amerika havo armiyasining bosh qo'mondoni Frank Kendall 11-sentabr kuni ochilgan havo armiyasi haqidagi maxsus yig'inda alayda so'z qilib, Xitoy hozir Amerika bilan urush qilish uchun faol tayyorlik ko'ryapti. Biz bu xil zamonaviy urushga jazman tayyor bo'lishimiz lozim deb ko'rsatgan. Fox xabarlarining 12-sentabrdagi obzorda aytilishicha, Frank Kendall hozir Amerika armiyasining ancha zo'r tashkillanish quvvati bo'lmagan terrorchilar bilan urush qilishga mayir bo'lgani bilan zo'r ko'lamlik zamonaviy urushga to'liq tayyorlik ko'rib bo'la olmaganligini alayda eskartgan. Shundaqla hozirgi vaqtda urushni orqaga surish, agar bu urush portlab qolsa, g'alaba qozonishga tayyorlanishning muhimligini ta'kidlagan. Obzorda aytilishicha, Frank Kendallni o'z ichiga olgan bir qism yuqori darajali generallar hozir Xitoyning harbiy qo'shinini zo'r darajada kengaytayotganligi va yangidan harbiy tarmoq qo'shinlarini barpo qilayotganligi, havo armiya bazalari va boshqa ochqichli muassasalarni ko'paytayotganligi haqida fikr bayon qilgan. Ular bu vaqtdagi uchurlarni umumlashtirib, Xitoy hozir Tayvanga hujum qilishga emas, aksincha Amerika bilan urush qilib, uni mag'lub qilishga jiddiy tayyorlik ko'ryapti degan. To'pilik gazetining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Amerika Xitoy munosabati tarixdagi eng to'van seviyaga tushib kelayotganda, Tayvan masalasi ikki taraf munosabatidagi qiziq nuqta bo'lib qolgan. Xitoy hukumatı ko'p qatim o'zlarining Tayvan ishg'ol qilishda qurol kuch ishlatishni chetga qoqmaydiganligini ta'kidlab kelgan bo'lib, buning qarta Amerika prezidenti Joe Biden agar Tayvan hujumga uchirsa, biz ularning o'zlarini qo'g'dishiga yordamlash uchun ujiga qo'shin avatimiz degan. Angliya parlamentida bosh bo'lgan 2 nafar Xitoy josus komandori haqidagi xabarlar Angliya siyosiy sohasini qattiq cho'chitish bilan birga muhojiratdagi har soha faoliyatchilarini andishiga selayotganligi ma'lum. Angliyadagi muhofizachi gazetining 13-sentabrdagi obzorda bu ahvol alayda yer oldi. Obzorda aytilishicha, bu qitimqi josus komandori voqeasi oddiy bir hodisa emas bo'lib, mohiyatda Xitoy hukumatı yillardan buyon davom qilib kelgan g'arb hokimiyat sistemasiga singib kirish harakatining bir qatimliq pash bo'lishi hisoblanadi. Ammo buningda g'arb hukumatlardan boshqa g'arb dunyosidagi siyosiy faoliyatchilarni andishiga solgan ko'plagan omillar mavjud ekan. Abdurning qarashicha, g'arb dunyosidagi Hong Konglik siyosiy faoliyatchilar, Tibet mustaqilchilari va Uyg'ur faoliyatchilar allaqachon o'zlarining dal mushkil josuslik faoliyatlarining nishoniga aylanib qolganligini bayqagan. Abdurning qarashicha, osh to'plarga mansub faoliyatchilar uzundan buyon Xitoy hukumatining chegara halqan uzun qo'lning payloqchiligi va nazoratiga nishon bo'lib kelgan. Bu qatim pash bo'lgan josus komandorining biri ilgari Hong Konglik faoliyatchi Fenlau bilan ko'rishgan va yarim soat suhbatda bo'lgan. Hong Kong doiralari allaqachon Fenlauni tutib beruvchilarga 100 ming yevro mukofot berishni va'da qilgan bo'lib, buningdan ilgari boshqa bir Xitoy o'zining muxbir ekanligini aytib, uni ayrim ziyorat qilmoqchi bo'lgan. Hong Konglik faoliyatchilardan Gong Songqing bu vaqtda so'z qilib, hozir parlament a'zolari emas, balki Uyg'urlar, Tibetlar va Xitoy faoliyatchilar hammadan bakrak andish qilyapti. Angliya hukumatı eng tez suratda bu xil ishlarga chetishlik kishilarning qanday uchurlarini to'playdiganligi to'g'risida bizni xabarlantirishi lozim degan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.